Assalomu alaykum ushbu kanalning qadrli muxlislari. Bugungi mavzumiz suganlar haqida. Suganlar viruslardan kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Odatda ular yuzda va qo'llarda paydo bo'ladi va turli xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham suganlarni qirqish va o'z bilgancha davolash mumkin emas. Suganlar organizmni chiniqtirish yoki vitaminlarni qabul qilish oqibatida o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketishi yoki bir joyning o'zida 10 tagacha ko'payib ketishi ham mumkin. Nima bo'lganda ham suganlar paydo bo'lsa, vrachga uchrashishni tavsiya etamiz. Yangi paydo bo'lgan suganlarni tabiiy vositalar bilan yo'qotishga harakat qilish mumkin. Buning uchun 1-2 hafta mobaynida kuniga 2-3 marta suganni sarimsoq piyoz suviga arting. Archilgan kartoshka bo'lagini ham suganni ustiga o'rab qo'yishingiz mumkin. Ahamiyat bering. Suganlar yuqumlidir. Ko'pincha qizlar dugonalarining kiyimlarini bemalol kiyishadi, asboblarini bemalol ishlatishadi. Esingizda bo'lsin, birovning, hattoki u eng yaqin dugonangiz, singlingiz yoki opangiz bo'lsin, sochig'i, tarog'i, manikyur asboblari va shunga o'xshash gigiyena vositalaridan aslo foydalanmang.